6 sinf biologiya 5-mavzu. Hujayralarning hayotiy faoliyati. Tirik hujayralar ichidagi harakatni kuzatish hammani qiziqtiradi. Bu harakatni akvariumda o'sadigan Eldolena o'simligi bargida kuzatish mumkin. Eldolena barglari shaffof bo'lgani uchun uni mikroskopda butunligicha ko'rsa bo'ladi. Eldolena suvda o'sgani uchun uning bargi mikroskopdagi suv tomchisiga tabiiy sharoitda o'sgandek tirik bo'ladi. Shuning uchun hujayralarning sitoplazmaning uzluksiz harakati aniq ko'rinadi. Hujayralar qobig'ida teshikchalar bo'lib, sitoplazmaning harakati davomida bir hujayraning oziq moddalar va kislorod ikkinchi hujayraga shu teshikchalar orqali o'tadi. Bu jarayonni kuzatish uchun hujayra qobiq vazifasini o'raydigan mayda ko'zga ko'rinmaydigan teshikchalar kichkina selofan xaltachaga bug'doy undan tayyorlangan ozgina xamir solib og'zi bog'lab qo'yiladi va stakandagi yodli suvga tushiriladi. Vaqt o'tishi bilan xamir ko'k rangga kiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, hujayralar qobig'i orqali ular ichiga moddalar o'tadigan o'simliklarning har biri tirik hujayrasi nafas oladi va oziqlanadi. Bu jarayon hujayralarda quyosh nuri ta'sirida suv va unda eriydigan moddalar, turli moddalar, kislorod bo'lgan hollarda amalga oshiriladi. Tabiiyki, tashqi muhitdan hujayralar ichiga zarur moddalar qanday qilib kirishi mumkin degan savol tug'iladi. Hujayralar qobiq va sitoplazma o'rni orqali moddalarni ham o'tkazavermaydi. Masalan, tuproqdan hujayra ichiga suv va undan erigan moddalar kiradi. O'simliklarning hujayrasi ichiga tashqaridan kirgan turli elementlar, eritmalar qayta ishlab hayotiy zarur moddalarga aylanadi. Hujayralarning o'sishi va bo'linishi hujayralarga xos muhim biologik xususiyatlardan biri uning o'sishi va bo'linishidir. Tabiiyki, yosh hujayralar ancha kichik bo'lib o'sadigani sari kattalashib boriladi. Shuni aytish kerakki, har bir hujayralar ma'lum o'lchamgacha o'sadi. Hujayraning qobig'i yoshiga qarab qalinlashadi. Qari hujayralar vakala sitoplazmaga qaraganda ko'proq joy egallaydi. Vaqt o'tishi bilan qari hujayralar sitoplazma va yadro butunlay yo'qolib, uning o'rnini suv yoki havo egallaydi. Natijada ular nobud bo'ladi. Siz Eldolena urug'idan unib chiqqan niholning vaqt o'tishi bilan o'sib kattalashib, turli o'lcham va shaklga barg, po'lat, gul va hosil qilishini yaxshi bilasiz. Salobatli yong'oqchilar, terak va boshqa daraxtlarning barcha organlari hujayralarning bo'linib ko'payishi hisobiga kelgan. Hujayralar bo'linish yo'li bilan ko'payadi. Shuni ham aytish kerakki, hamma hujayralar ham bo'linavermaydi. Faqat hosil qiluvchi to'qima hujayralarning bo'linishi yadro katta rol o'ynaydi. Bo'linmagan hujayralar dastlab yadro kattalashadi, so'ng ikkiga bo'linadi va ular maxsus parda orqali qoplanadi. Bu davrda sitoplazma ham paydo bo'lib, ona hujayraning teng ikkita yosh hujayralar ajralib, hujayralar bo'linishi bilan nukleotidalar ham teng ikkiga bo'linib, yosh hujayralarga o'tadi. Hosil bo'lgan yosh hujayralar o'ziga oziq moddalar hisobiga